Jadidlar ma'rifat yo'lida jon berganlar. Ba'zi insonlar yashaydi va unutiladi. Ba'zilari esa so'z qoldiradi va o'sha so'z asrlar osha yashaydi. Turkiston jadidlari orasida shunday qalb egalari bor ediki, ular nafaqat yozdi, balki millatni uyg'otdi. Bugun biz ana shunday buyuk adiblar Abdulla Avloniy, Hamza, Mahmud Hoji Behbudiy va Cholpon haqida so'z yuritamiz. Abdulla Avloniy millat tarbiyasini yurak masalasi qilgan inson. Avloniy uchun maktab oddiy bino emas edi. Bu millat kelajagi quriladigan maskan edi. U shunday degan edi: tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot. Bu so'zlar shunchaki hikmat emas. Bu ogohlantirish edi. Avloniy bolalarni o'qitdi, darsliklar yozdi. Xalqni ilmga chaqirdi. U ishondi: agar inson o'zgarsa, jamiyat ham o'zgaradi. Hamza sahnadan turib haqiqatni aytgan jasoratli ovoz. Hamza bu faqat shoir emas. U sahnada gapirgan haqiqat edi. U teatr orqali jamiyatdagi muammolarni ko'rsatdi. Ayollarning huquqi, jaholat, eski qarashlar, barchasini ochiq aytdi. Bu esa hammaga ham yoqmadi. Ammo Hamza to'xtamadi. U oxirigacha haqiqatni gapirdi. Mahmud Hoji Behbudiy uyg'onishning yo'l ko'rsatuvchisi. Behbudiy jadidchilikning yuragi edi. U maktab ochdi, gazeta chiqardi, teatr yaratdi. Uning Padarkush asari jamiyatni larzaga keltirgan haqiqat edi. Behbudiy shuni ko'rsatdi: jaholat eng katta dushman. Cholpon erkinlikni yurakdan kuylagan shoir. Cholpon yozganida yurak yiglardi. U xalqning dardini sezdi va uni she'rga aylantirdi. Uning satrlarida bir savol yashiringan edi: qachon biz erkin bo'lamiz? Cholpon uchun erkinlik orzu emas, zarurat edi. Bu insonlar turli yo'ldan bordi, ammo maqsadi bitta edi: uyg'otish. Ular millatni uyg'otmoqchi bo'ldi. Ular kelajakni o'zgartirmoqchi bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, jadidlar ular bir davr odamlari edi, ammo ularning fikrlari zamondan ustun edi. Abdulla Avloniy tarbiya orqali millatni saqlab qolmoqchi bo'ldi. Hamza sahna orqali haqiqatni aytishdan qo'rqmadi. Mahmud Hoji Behbudiy ilm va tafakkur bilan jamiyatni uyg'otdi. Cholpon esa erkinlikni yurakdan kuylab, xalqning ichki ovoziga aylandi. Ularning yo'li turli edi, ammo maqsadi bitta edi: jaholatni yengish, millatni uyg'otish va kelajakni o'zgartirish. Ular maktab ochdi, kitob yozdi, sahna yaratdi va eng muhimi, insonlarni o'ylashga majbur qildi. Ammo bu yo'l oson kechmadi. Ularning ko'pchiligi ta'qib qilindi, qatag'on qilindi. Hatto hayoti evaziga bu yo'ldan qaytmadi. Bugun biz erkin fikr yurita olsak, ta'lim olish imkoniga ega bo'lsak, o'z tariximizni anglay boshlasak, bu shubhasiz o'sha jadidlar yoqqan nur samarasidir. Jadidlar yo'q qilindi, ammo ularning g'oyasi yo'qolmadi. Ular ketdi, ammo uyg'onish davom etmoqda. Chunki haqiqiy ma'rifat hech qachon so'nmaydi.